Assalamu alaikum. Buqani qancha qaldingiz? 65 ming bo'lib turibdi buqa. Kunajini qancha qaldingiz? 64 ming bo'ldi shu kunajin. Torpaqlar qanchadan bo'ldi inim? Qanchadan aldınız? 68.500'den balttın şu buqalar. Torpaq qancha oldu? 41 ming bo'ldi deydi. Assalomu alaykum do'stlar, amansizlar. Bugun biz Jalolobod mal bozorini tartib kirgizamiz. Andықтан kanalımızga atqalib videoni oxirina chekin ko'rib turingizlar. Torpaq qancha oldu aka? 26 ming bo'ldi deydi. Urg'ach torpaq. Assalomu alaykum. Ava qancha oldu kunajin? 53 ming bo'ldi deydi shu kunajinda. Buna bu qancha oldu? 77 ming bo'ldi şu buqa. Kunajinlar qanchadan bo'ldi? Birisi 75 ming, birisi 93 ming bo'ldi deydi. Hurmatli görüşler, kanalga attalak basыңыздар, қатtalып, видеоны ақырына чейин көріңіздер. Қолдай ретінде ары беріңіздер, лайк басып, комментарий жазып тұрыңыздар. Assalamu alaikum. Sağını 77 ming bo'ldi deydi. Sağnıydı. Balası qanday? Erkek burg'achuvi. Erkek. Balası erkek 77 ming alып şu sağnıydı. 84, 82. Munosu 84 ming bo'ldi sağnıydı. Üçüncüsü qancha oldu dedi? 82 ming bo'ldi bunu sağnıy. 84-82 ming. Assalomu alaykum. Bu qancha oldu? 80 ming bo'ldi. Kunajini qancha aldınız? Sağnıydı. Bunu sağnıy 80 ming bo'ldi turib. Balası erkek ekan. Torpaq qancha aldınız ava? 70 ming bo'ldi şu torpaq. Birinci keci menike. Birinci keci menike. Torpaq qancha oldu tuğan? Şunda 48.800 bo'ldi da. 45.800 adashib qoldim. O'sha bu buqa 45.800 bo'ldi tur. Torpaq qancha oldu tuğan? Satılmadı. Qanchaga so'radi bozor? 49 mingga so'radi deydi. Kunajin ekan. Assalomu alaykum. Qancha? 66 ming bo'ldi deydi kunajinda. Yaxshi. Bu kunajin 66 ming bo'ldi tuğanlar. Sen mi so'yasizlarmi? So'yganmi? Bu qancha oldu tuğan? 76 ming bo'ldi turuşu buqa. Assalomu alaykum. Buqani qancha qaldingiz? 68.500'den alып turuşu buqalarda. Torpaqlar qanchadan bo'ldi tuğan? 24 mingdan bo'ldi şu torpaqlar. Erkek urg'achi aralashgan. Tortib aylantirib Buna 40.500 oldu. 40.500 bo'ldi kunajin. 205 ming so'm bo'ldi ikkitasi. İki buqa 205 ming bo'ldi deydi. Buna iki buqa. Buna iki buqa 205 ming bo'ldi tur. Bunda buqalari bu. Kunajin ba? Kunajinlar qanchadan bo'ldi? 87 oldu. 87 narxinizcha? 287. Ha, 287 arzon bo'lib turadi. Buna iki kunajin 87 ming bo'ldi. Semiz ekan, so'ysa bo'ladi, so'yishqa. Bunda sağnıy çiftlaydi. Assalomu alaykum. Sağnıy qancha oldu? Bozor qanchaga so'radi?
Qanchaga so'radi inim? Qanchaga so'radi? Aytma qo'ydi. Boya 52 ming qilyaptilar. 52 ming mi? Boya to'lqin 52 ming. Buna bu kadar sırayın yok. 80. Buna sanu 80 ming boltu. Balası Erkek. erkeği eken. 4-5 tuğan uyu. 4-5 tuğan uy eken. 80 ming boltur. Evet. Ben verdim. Siz sattınız mı? Qanday sana? Erkek жақсы ба? Тезоқтан жақсы ба? Atın gibi lan. Buna sanu qancha oldu tuğan? Satılmadı değil. Sanu'yu qancha aldыңар? 79 ming bo'ldi shu Sanu'y. Balasi erkek ekan. Tunacınlar qanchadan bo'ldi? 47 Narxınızı 47 ming, bunisi 45 ming bo'ldi. Buni buqani yesi 300 ming deyapti. Hozir 213 mingga sotiladi. Tuğanlar kanalga like basыңыздар, катталып, видеоны акырына чейин көрүп, комментарий жазып туруңуздар. Bu Sanu'y qancha oldu? Qancha oldu? Bulbay qaldı. Qancha deydi? 57 ekan. 57 ming bo'lib turibdi Sanu'y. Yine bala. Yine bala. Bu kalı sor bak. Buni buqalar 55-56 mingdan bo'ldi. Kaç bu be? Satıl qanchaga so'radi bozor? Aldınız mı kaç oldu? 4'te 460 ming bo'lib turibdi buni buqalar. Torpaqlar qanchadan bo'ldi? 62 mingdan bo'ldi shu torpaqlar. Erkek urg'at sarlash ekan. Ya bor erkek ekan. Yok ulan çıktı boy. Alın var.